Shundaylar bor, roza tutib o'zga oro deb qo'yadi. Ikki gapning orasida men rozaman deb qo'yadi. Kuni bo'yi din ilmidan safsata-yu yolg'on to'qir. Iftor chog'i duosini qog'oziga qarab o'qir. Duodan so'ng chala-chulpa amru ma'ruf so'zlab qolar. Qorin to'ygach shosha-pisha tamakisini izlab qolar. Nafsi g'olib kelsa agar Xudoni ham avrab qo'yar. Rozadan so'ng qazosini tutaman deb aldab qo'yar. Qayg'urmaydi iymon uchun, na shan uchun, na or uchun. Hamza bobo yozganidek roza tutgay iftor uchun. Masjid biror xo'ja ko'rsin, soxtalikni so'z qo'yadi. Men jumaga keldim deya Instagramga post qo'yadi. Och yurmoqlik roza bo'lsa, iftor chog'i nima deysiz? Million qashshoq yurgan odamlarga nima deysiz? Bir oy tutgan rozangizga balki haqning savobi bor. Lek birodar, ortda qolgan 11 oyning javobi bor.